Assalomu alaykum qizlarjonlar, sizlar charchamayapsizlarmi? Mana o'sha ertalabdan bolalarimni bog'chaga tashlab, o'zimni asosiy ishimga ham kelib oldim. Meni taniydiganlar o'z bilasizlar, men medikman. Stomatologiyada, registraturasida ishlayman. Lekin Faberlik meni hozirgi paytda asosiy ishimga aylanyapti ham desam bo'ladi. Chunki men bu yoqqa chiqib kech-kecha o'tirib topayotgan pulimni uyda o'tirib bundan ham 3 baravar topa olyapman. Chunki bu imkoniyat bizlar uchun yaratilgan deya olaman. Faberlik juda ham super, oilalari undan ham zo'r. Ishlab ko'rsanglar, albatta maslahat beraman. Sizlarga ham yoqib qoladi. Uyda farzandlaringlar bilan birga o'tirib, даже 30 kun emas, 20 kunda 6 million pul topa olasizlar. Bu imkoniyatdan foydalaninglar. Juda ham zo'r.